2023 yil 7-sentyabr. Soat tongi 5:08. Sariosiyo chegara bojxona posti kirish avtopavilyoni. Hujjatlarga ko'ra, Volvo rusumli yuk avtotransport vositasi bo'sh holatda bojxona postiga kirib kelgan. Avtotransport vositasi inspeksion ko'rik majmuasi orqali ko'zdan kechirilganda, rentgen tasviri bojxona xodimlarini shubhalantirib qo'ydi. Shundan so'ng avtotransport vositasi bojxona xodimlari va Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda chuqurlashtirilgan bojxona ko'rigidan o'tkazilganda, ushbu avtomashina kabinasida bojxona nazoratidan xufiyona yashirilgan 66 o'ramda giyohvandlik vositalari borligi aniqlandi. Ushbu moddalar ko'zdan kechirilib, elektron tarozida o'lchab ko'rilganida 30 dona o'ramda og'irligi 31,9 kg geroin giyohvandlik vositasi, 36 dona o'ramda og'irligi 37,3 kg gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlangan. Jami ushlab qolingan giyohvandlik vositalari o'rami bilan 69,2 kg ni tashkil qilmoqda.